bitta zo'r ideya kelib qoldi. Men o'zimga ham ancha foydali bo'ladi bu narsa. Lekin oxirigacha olib borilamanmi yo'qmi bilmayman, chunki o'zbekman. Ko'ramiz xullas. U qanaqa? O'zimga o'zim challenge e'lon qilmoqchiman. Xullas, men hozir rus tilini o'rganyapman. To'g'risi ozgina dangasalik qilyapman, o'shani hisobiga qolib ketyapti xullas rus tilini o'rganish. O'shanga примерно 100 kunlik challenge e'lon qilmoqchiman. 100 kun rus tili degan. Unda nima bo'ladi? Men har kuni video qo'yaman. Rus tilida qanaqadir gaplar gapiraman, xato gapiraman, grammatikaga amal qilmasdan gapirishligi mumkin вообще. Xullas, lekin nimadir insight bo'lsa yoki kundan nimadir o'rgangan bo'lsam, hammasini ruscha gapirib, aksent mayli bo'lmasa ham farqi yo'q. Xullas, qanaqa bo'lsa ham rus tilida gapirib qo'yib borishga harakat qilaman. 100 kun. Что boshlagan paytimda qanaqa boshladim, tugatgan paytida rus tilida qanaqa natijaga erishdim, qanaqa gapirayotgandim, 100-kunda qanaqa gapiryapman rus tilida. O'sha narsani keyin solishtirib ko'raman. Oxirida qanaqa natija bo'ladi ko'ramiz shuni.